Venesuela tarixida so'nggi 100 yil ichidagi ikkita kuchli zilzila sodir bo'ldi. 1 daqiqa oralig'ida yuzaga kelgan ofat shaharni ostin-ustun qilib yubordi. 2026-yilning 24-iyun kuni Venesuela poytaxti Karakasda yuz bergan tabiiy ofat oqibatida ko'plab binolar qulab, aeroport yopildi. 7.2 va 7,5 magnitudali zilzilalar poytaxtdagi bir qator binolarning vayron bo'lishiga sabab bo'ldi. Karakas yaqinida joylashgan Marketia xalqaro aeroporti infratuzilmasiga yetgan jiddiy zarar tufayli yopiladi deya davlat telekanali orqali favqulodda holat e'lon qildi Venesuelaning muvaqqat rahbari Delsi Rodriguez. Rodriguez halok bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirib, hozirgacha 20 ta takroriy aftershok qayd etilganini aytdi. AQSh kuchli zilzilalardan so'ng Venesuela rahbarlari bilan aloqada ekanini hamda Janubiy Amerika davlatiga yordam safarbar qilayotganini bildirdi. AQSh prezidenti Donald Trump ijtimoiy tarmoqlarida Venesuela xalqiga zarba bergan bu ikki yirik zilzila nihoyatda kuchli bo'lib, juda ko'p qurbonlarga sabab bo'ldi. AQSh yordam berishga tayyor. Hukumatimizning barcha idoralariga tezkor harakat qilishga tayyor turishini buyurdim. Biz yangi va qadrli do'stlarimizga yordam beramiz. Dastlabki ma'lumotlar yaxshi emas deya yozib qoldi. Qisqa vaqt oralig'ida takrorlangan ikkita kuchli zilzila Venesuelani larzaga soldi hamda poytaxt Karakasdagi ko'plab aholi turar joylari va binolarning qulashiga sabab bo'ldi. AQSh geologiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, birinchi zilzilaning epitsentri poytaxtdan taxminan 160 km g'arbda joylashgan San-Filipe shahri yaqinida bo'lgan. Ikkinchi va yanada kuchliroq 7,5 magnitudali zilzila esa atigi 39 soniyadan keyin Yumar shaharchasi yaqinida sodir bo'lgan. AQSh geologiya xizmati o'z bayonotida ko'plab qurbonlar va keng ko'lamli zarar ehtimoli yuqori. Ofat mamlakat bo'ylab tarqalgan bo'lishi mumkin deb ta'kidladi. Bu Venesuelada so'nggi 100 yildan ortiq vaqt ichidagi eng kuchli zilzilalardan biri hisoblanadi. Yer silkinishlari mahalliy vaqt bilan soat 18:00 dan keyin sodir bo'lgan. Hokimiyat organlari mamlakat bo'yicha qurbonlar soni haqida hali rasmiy ma'lumot bermagan, ammo Karakasning g'arbida joylashgan Falcon shtati gubernatori Viktor Clarkning aytishicha, qutqaruvchilar vayronalar ostida qolgan 15 kishini qidirmoqda. Yana 35 kishi jarohat olgan. Aytib o'tish kerak, bu hozirgacha bo'lgan raqamlardir. Qurbonlar hamda jabrlanganlar soni ortishi mumkin. AQSh geologiya xizmati qurbonlar soni 10 mingdan 100 ming kishigacha yetishi mumkinligini taxmin qilmoqda. AQShdagi taniqli seysmolog hamda Kaliforniya texnologiya instituti professori Lucy Jones bu hodisani juda og'ir tabiiy ofat sifatida baholadi. Bu juda katta va nihoyatda zararli zilzilalardan biri, chunki kuchli zilzila aholisi zich hududga to'g'ri keldi degan seysmolog. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video tasvirlarda Karakasda odamlar tebranayotgan binolarni tark etib, ko'chalarga chiqishga harakat qilgani ko'ringan. Ayrim binolarning butun devorlari qulab tushib, uy ichidagi mebellar ko'chadan ko'rinib qolgan. Shaharning ayrim hududlarida chang bulutlari yuqoriga ko'tarilgan. Shahar aholisi vakillaridan biri bu xuddi dahshatli film sahnasiga o'xshardi. Eshikni ochib tashqariga chiqqanimizdan keyin vayronalar ustidan oshib o'tishga majbur bo'ldik deya bildirgan. Yana bir fuqaro esa bino chap o'ngga qattiq silkindi. Kuch esa juda dahshatli edi. Ko'chada yurganimizda ham bizni tebratib yuborardi. Kvartiradagi hamma narsa yiqilib tushdi. Yaxshiyamki tashqariga chiqishga ulgurdik deya ta'kidlagan. Ba'zi odamlar vahimaga tushayotganini tushunamiz, ammo biz qutqaruv va yordam ishlarini belgilangan tartib asosida olib boryapmiz. Bolalar va keksalarga alohida e'tibor bering. Yaqinlaringiz bilan bog'lanib, ularning holidan xabar oling degan Ichki ishlar vaziri Diosdado Cabello. U aholini keyingi yer silkinishlari sababli hozircha binolarga qaytmaslikka chaqirdi. Gumanitar tashkilot World Vision Venesueladagi favqulodda vaziyatga javob berish mexanizmlarini ishga tushirganini bildirdi. Iqtisodiy qiyinchiliklar va qashshoqlik muammosi bilan kurashayotgan Venesuela uchun ushbu tabiiy ofat iqtisodiy holatni yana ham taranglashtirishi mumkin. Venesueladagi zilzilalar ortidan Yaponiya shimolida ham 6.9 magnitudali yer silkinishi qayd etildi. Iwate prefekturasining sharqiy sohillari yaqinida sodir bo'lgan zilzila taxminan 50 km chuqurlikda yuz bergan va ta'sir Tokio shahrida ham sezilgan. Yaponiyaning NHK telekanali ma'lumotlariga ko'ra, Moriako va Sendai kabi shaharlarda yer bir necha daqiqa davomida tebrangan, biroq jiddiy zarar kuzatilmagan.